Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 18-iyun kunidan 25-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-21-iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 23-25-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-iyun kunlari 18-23 daraja, 19-21 va 24-25-iyun kunlari 20-25 daraja, 22-23-iyun kunlari 22-27 daraja, kunduzi 18-iyun kunlari 34-39 daraja, 19-22-iyun kunlari 37-42 daraja, 23-25-iyun kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 19-25-iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20-iyun kunlari 20-25 daraja, 21-25-iyun kunlari 22-27 daraja, kunduzi 18-iyun kunlari 33-38 daraja, 19-21-iyun kunlari 35-40 daraja, 22-23-iyun kunlari 37-42 daraja, 24-25-iyun kunlari 34-39 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-21-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 22-25-iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 18-22-iyun kunlari 20-25 daraja, 23-25-iyun kunlari 22-27 daraja, kunduzi 18-21-iyun kunlari 31-36 daraja, 22-25-iyun kunlari 34-39 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 18-20-iyun kunlari 35-40 daraja, 21-25-iyun kunlari 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-21-iyun kunlari 18-23 daraja, 22-25-iyun kunlari 20-25 daraja, kunduzi 18-21-iyun kunlari 31-36 daraja, 22-25-iyun kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 18-22-iyun kunlari 20-25 daraja bo'ladi. 23-25-iyun kunlari 25-30 darajagacha ko'tariladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.